Yil futbol tarixidagi eng qayg'uli yil bo'lishi mumkin, chunki bu yilda biz muxlislik qilib kuzatadigan sevimli futbolchilarimiz faoliyatlarini yakunlashi kutilmoqda va bu ro'yxatdagi nomlar sizni shokka tushirishi aniq. Robert Lewandowski, polshalik gol mashinasi, yillar davomida yuqori formada o'ynadi. Hech kim gol urolmagan paytda gol urdi, hech kim ishonmaganida ishonchni oqladi. Hozir ham uning g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi so'nmagan, ammo vaqt hech kimni ayamaydi. Keyingi yil ehtimol uning so'nggi futbol yili bo'lishi mumkin. Luka Modric 40 yoshida ham yuqori formada o'ynayotgan afsongar. Modric hozir ham Milan safida yuqori formada o'ynamoqda, ammo baribir u 40 ga kirganini inobatga olsa, keyingi yil Modric katta ehtimol faoliyatini yakunlaydi. Lionel Messi dunyoni zabt etgan kichik shahzoda. U futbolda yutish mumkin bo'lgan hamma sovrinni yutdi, dahshatli rekordlar o'rnatdi. 2022-yilda u nihoyat jahon chempioni bo'ldi va endi u shunchaki futboldan zavq olish uchun o'ynamoqda va Messi ham katta ehtimol 2026-yilda faoliyatini yakunlaydi. Cristiano Ronaldo, portugaliyalik afsona. Uning futboldagi o'rni beqiyos. Krish o'z yurtiga eng buyuk orzuni taqdim etdi. Yevro'ni yutdi va kichik bir millatga dunyoni zabt etish mumkinligini isbotladi. Lekin u qanchalik harakat qilmasin, 2026-yilda 41 ga to'ladi va katta ehtimol u ham jahon chempionatidan keyin faoliyatini yakunlaydi. To'g'risi, Ronaldo va Messi futboldan ketishini tasavvur ham qila olmayman. Bu haqida eslasam etim jimirlab ketadi. Lekin afsuski, biz bu voqeaga juda ham yaqin turibmiz.